adolat bilan birga kechirimlilikni ham yoddan ko'tarmasligimiz zarur azizlar. Xodimlariga kechirimli bo'lish haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ya'ni qo'l ostimizda 20 ta 30 ta odamimiz bor, qaysidir bir xato ishni qilib qo'ysa, darrov bahridan kechib yubormasdan, balki kechirimli bo'lishligimiz to'g'risida Payg'ambar alayhisalom shunday deyaptilar. Bu ham hayotda, jamiyatda ko'p uchraydigan holatda boshlig'imga yoqmay qoldim yoki bir xato qildim yo bir kechikdim yo unday qilib qo'ydim. Kechirsa bo'lar edi, ammo kechirmadi degan holatlar, gaplarni ham ko'p eshitamiz. Shuning uchun Payg'ambar alayhisalomdan bu haqda ham shunday marhamat qilingan. Ja'a rajulun ila nabiy sallallohu alayhi vasallam fa qala ya Rasululloh kam aufu anil khadim qala kullu yawmin 70 marra. Payg'ambar alayhisalomning oldilariga bir kishi kelib so'radilarki, xodimimni necha bor kechiray deb so'radi. Rahbar ekanda bu joyda. Xodimimni necha marta kechiray dedi. Shunda Payg'ambar alayhisalom bir kunda 70 marta kechir dedilar. Kechirimlilik ham nihoyatda ulug' bir fazilat ekan.